Ajoyib ziyofat. Qoyil maqom ziyofat arvizor. Maza qildim. Arbi qayerga ketdi? Ishonga Arbi qani? U bilan keyinroq uchrasharsiz, xo'pmi? Hozir uyingizga boring. Ha, uyga ketamiz. Uyga. Ishon. Bu uyni senga o'zim sovg'a qilaman. Kerak mehda uyni qaytaradi, va'da beraman. Qulayroq o'tirib oling. Uyga borib uxlang, dam oling. Ketdik. Ajoyib ziyofat. Kamar. Ishani. Nega doim shunday qilasan? Ishani, iltimos. Bittagina bo'lsa, iltimos. Chirak. Yo'q dema, Ishani. Iltimos. Chirak. Yo'q, Chirak. Sizga aytgandim-ku. To'ydan oldin bunday qilish yaxshi emas. Falguni, u yoqdan bu yoqqa yurganing bilan bolalar kelib qolishmaydi-ku. Yuraverib boshimni aylantirib yubording. Ko'rdingmi? To'xtashing bilan bolalar kelishdi. Yaxshi keldinglarmi? Ziyofat qanday o'tdi? U bilan ko'rishdingizmi? Avval uyga kirishsin. Kela qolinglar, erkatoylarim. Kelinglar. Xo'sh, asal qizim, ziyofat qanday o'tdi? Qoyil maqom buva. Ko'p ziyofatlarda bo'lganman, lekin Arvin ziyofatiga yetadigani bo'lmagan. Yaxshi ziyofat bo'ldi. Ko'p mehmonlar kelishdi. Siyosatchilar, ishbilarmonlar, mashhur kishilar, uy bezaklari, musiqasi ham yuqori darajada. Bularni qo'ya turing. Avval ayting-chi, uyimizni sotib olgan odam qanaqa ekan? U bilan ko'rishdingizmi? Yo'q, kelinoyi. Uni hech kim ko'rmadi. Mehmonlar rosa kutishdi, lekin Ammo u men bilan uchrashdi. Sizga u meni taniydi degandimi? Bujon shunaqa ham kelishgan yigit ekan. Men bilan 2 daqiqa gaplashdi. Keyin ketdi. Juda ham band ekanda. Uni ta'riflashni qo'ya tur. Yaxshisi uyimiz haqida gapir. O'zgaribdimi? 2 yildan keyin bordingiz axir. Hammasi avvalgidekmi yoki o'zgaribdimi? Hovlidagi arg'imchog'imchi joyida turibdimi? Ha? Yo'q, buvi. Aryuni olib tashlabdi. Uni o'rniga ajoyib favvora o'rnatibdi. Juda ham chiroyli. unchalik chiroyli emas buvi. Ziyofat sababli o'zgartirishlar kiritishga majbur bo'lgan. Umuman olganda, uyimiz unchalik o'zgarmagan. Qo'ysangizchi, Divash. Dizayn nimaligini tushunarmidingiz? Bu borada Arviga yetadigani yo'q. Koshonasini o'z didiga qarab o'zgartirgan. Qancha bezatmasin, uni o'zgartira olmaydi. U har doim bizni uyimiz bo'lib qoladi. Barcha harakatlari zoye ketadi. Ishani. U bilan uchrashdingmi? Qanaqa ekan? Yomon emasmi? Ana, ona va qizni hayajonli dramasi boshlandi. Yo'q, oyi, uchrashmadim. Lekin o'zini hammadan yuqori qo'yar ekan. Shuncha mehmonlarni taklif etib, birortasi bilan ham chiqib ko'rishmadi. Bu bilan u hammani haqorat qildi. Keling. Xonim, siz uchun sovg'a. Sovg'a. Kim ekan? Bilmadim, kimdir sovg'a yuboribdi. Sovg'a? Kimdan? O'sha Arvi. Zo'rku. Avval taklifnoma, keyin sovg'a. Arvi, ko'raychi. Parik xonim, ziyofatga tashrifingiz uchun tashakkur. Arvi menga sovg'a yuboribdi. Birinchi uchrashuvdayoq yaxshi taassurot qoldirganimni bilardim.
Naqadar maftunkor. Qarang bu chiroyli. U bilan ko'p gaplasha olmadim, lekin bu sovg'adan nima demoqchiligini bilib oldim. U nega sovg'a jo'natibdi? Bu bilan nima demoqchi? Ko'rdingizmi buvi? Arvi meni biladi. Bu sovg'a esa unga yoqib qolganimdan dalolat beradi. Disha, bunchalar xursand bo'lma. Yaqinda unashtirilganingni ham unutma. Endi boshqa yigit haqida qo'ysangizchi, oyi, shunchaki sovg'a-yu. Arvi meni yoqtirib qolgan bo'lsa, aybim nima? Nima endi quvonib ham bo'lmaydimi? Uyimizni sog'indingizmi? Men ham. 2 yildan keyin uyga borganimda barcha xotiralar ko'z o'ngimdan o'tdi. Bir zumga hatto ziyofatga kelganimni ham unutdim. Baxtli bolaliging o'tgan uyni unutish oson emas, Ishani. Lekin uni unutishga majburmiz. Chunki endi uyni qaytarib ola olmaymiz. Kim aytdi? Oyi, u uy dadamniki edi. Uniki bo'lib qoladi. Dadam meni o'sha uyga olib kelgandi. Bolaligim o'sha uyda o'tdi, oyi. Buni qanday unutay? Mana ko'rasiz. Sud ishida yutib chiqsak, pullarimiz o'zimizga qaytadi. Uyni undan sotib olamiz. Arvi badavlat bo'lsa-da, uyimizni undan sotib olaman. Faqat bir narsani tushuna olmayapman. U nega bizni taklif qildi? Bu sovg'achi. Bu bilan nima demoqchi? Undan jahling chiqayotganiga qaraganda ziyofatda tuz ham totmagan bo'lsang kerak. Yo'q, oyi, shunchaki qornim ochmaganda. Hech qisi yo'q. Keyin meni almashtir. Senga sut keltiraman. Och qoringa uxlama. Advokat qo'ng'iroq qilyaptimi? Alo? Alo, Ishani, senga xush xabarim bor qizim. Sud ishi ertaroq ko'riladigan bo'ldi. Indinga ertalabga belgilandi. Amaki, bu chindan ham ajoyib yangilik. Indinga sud majlisi. Indinga sud ish ko'riladi, zo'r. Diqqat, eshiting, sud ishi ertaroqqa ko'chirilibdi. Indinga ertalab bo'lar ekan. Rostdanmi? Ha, Ishani advokat bilan gaplashayotganini eshitdim. Advokatimiz sudya bilan gaplashsa, indinga sudda yutib chiqamiz. 25 ming? Iltimosinga ko'ra sud ishini ertaroqqa ko'chirdim. Ertaga tushlikkacha 25 ming depozit to'lashimiz kerak. Lekin amaki, bu katta pul. Buni iloji yo'q. Qizim, sud qoidasi shunaqa. Senga yordam bera olmayman. Qisqa vaqt ichida shuncha pulni qayerdan olaman? Bilaman, qizim, vaqt kam. Lekin menga ham kunni o'zgartirish oson bo'lmadi. Agar hammasi bizni foydamizga hal bo'lsa, tez orada pullaringni qaytarib olasan. Keyin sudda ham yutib chiqasan. To'lamasak bo'lmaydi, qizim. Xo'p, amaki, bir ilojini topaman. Ertaga qo'ng'iroq qilib javobini aytaman. Yaxshi. Xayr. Tashvishlanmang dada, shunday biznes reja o'ylab qo'yganmanki, 1 yilda boyib ketamiz.
Ha, o'g'lim, boyib ketsak, dizayner Sandip Januning 10 ta sarisini sotib olaman. Rostdanmi? Tuya hammomni orzu qilganidekmi? Sudya bizni foydamizga qaror chiqarsa, men ham fikrimni o'zgartiraman. Qaylig'im ketadi, Arvi keladi. Dada, sizni ogohlantirib qo'yay, biznes bilan shug'ullanaman. Men esa chet elda o'qiyman. Buvi, menga mashina kerak. Taksida yurish jonimga tegdi. Bas qiling. Juda oshirib yubordingiz. Avval pulni qaytarib olaylik, keyin bir gap bo'lar. Birinchi qiladigan ishim Parix koshonasini sotib olaman. O'sha Arviga 2 baravar to'lashga to'g'ri kelsa ham. Tushunarlimi? Hammada umid paydo bo'ldi. Men ham uni yo'qotishni istamayman. Lekin qisqa vaqt ichida shuncha pulni qayerdan topaman? Uyimizni qaytarib olishni istashyapti. Lekin sudda yutqizsak-chi? Uyni qanday qaytaramiz? Janob, aytganingizdek barcha sovg'alar egalariga yetkazildi. Janob, Ishanya xonimga ham sovg'a yetkazildi. Unga ham sovg'a yetkazildimi deb sendan so'radimmi? Faqat bergan savolimga javob eshitishni xohlayman. Ziyofatimizga kelgan mehmonlarga esdalik sovg'alarini yubormoqchi edim. Ular yetkazildi. Boshqa gapni eshitishni istamayman. Kelishimdan oldin majlisini yakunlaganing yaxshi bo'ldi. Senga bir narsa ko'rsatmoqchiman. Yur men bilan. O'tir. Senga qizini beraman deganlar ko'payib qoldi. Qizlarning ismi noma'lum, lekin otalarining ismini yaxshi bilaman. Mana qara. Bu Hasmukh Patelning qizi. Uning 3 ta temir koni bor. Bu esa Nadxubay Ravalning qizi. U Gujaratdagi yirik sanoatchilardan biri. Bu Negjibay, olmoslar bo'yicha savdogarning qizi. Mana bunisi esa mahalliy deputatning qizi. Har birini juda yaxshi taniyman. Bir necha yil oldin shu uyga kelishgandi. Ularga taom tortganman. Iflos idishlarini yuvganman. Ba'zida oyoq kiyimlarini ham yechib qo'yganman. O'shanda bizni nazar pisand qilishmasdi. Bugun esa qizlariga bir nazar solishimizni so'rashyapti. Biz bilan gaplashishni haqorat deb hisoblashardi. Endi esa biz bilan rishta bog'lashni o'zlariga sharaf deb bilishyapti. Shunaqasi ham bo'lar ekan. Hayot past balandliklardan iborat. Mayli, bularni unut. Qizlardan qaysi biri senga yoqdi? Oyi, quloq soling. Sen gapimni eshit. Shuncha davlat orttirding, mashhur bo'lding. Endi jimgina uylanasan. Qaysi qizni desang? Oyi, iltimos, gapimni eshiting. Menga suratlarni ko'rsatishga hojat yo'q. Tushunmadim. Oyijon, sizga to'liq ishonaman. Ulardan qaysi birini yoqtirsangiz ayting. U bilan uchrashaman. Rostdanmi? Yuvmoqchi edim. Xudoga shukr. Ranvir uylanishga rozi bo'ldi. O'g'lim, to'yingni shunday dabdaba bilan o'tkazayki, Parix oilasi u yoqda tursin. Butun shahar hangu-mang bo'lib qoladi. To'yimiz butun dunyoga ovoza bo'ladi. Men Ranvirimni to'yi. Ishani, nega bu yerga olib kelding? Tinchlikmi?
aka, bu gapni hammaning oldida ayta olmadim. Qaysi gapni? Indinga sud bo'ladi. Ertaga tushlikkacha sudga 25 ming depozit to'lashimiz kerak ekan. 25 ming? Lekin qayerdan olamiz? Agar idorangizdan avans olsangizchi, balki Ishani, Dishaning Fotiha to'yiga anchagina pul qarz olgandim. Yana qarz berishadi deb o'ylamayman. Agar tinmay avans so'rayversam, ishdan ham haydab yuborishlari mumkin. Sud ishi biz uchun qanchalar muhimligini tushunaman, ammo boshqa qarz ola olmasam kerak. Kechirasan. Va'da qila olmayman, lekin do'stlarimdan so'rab ko'raman. Sen ham boshlig'ingdan so'rab ko'r, xo'pmi? xo'p. Barakalla, Sharman. Gapimga kirib to'g'ri qilding. Yaxshi bo'ldi. Yaxshi bo'lmadi, oyi. Bu hammamizning muammomiz. Uni birgalikda hal qilishimiz kerak. Bu faqat Ishaniga tegishli emas-ku. Pul berishga qo'ymadingiz. Agar sudda yutqazsak, 5 daqiqa oldingi boylik haqidagi orzularingiz orzuligicha qolib ketadi. Oyi, Ha, to'g'ri. Lekin bu Hindiston, Sharman. Bu yerda sud ishlari yillab davom etadi. Nima, hamma pulimizni advokatga sarflashimiz kerakmi? Sudda yutsak yaxshi. Sud hal bo'lguncha pulingni asra. Mana 50 ming rupiya. Bu ta'minlovchilarning hisob raqamlari. 10 kundan keyin haqlarni to'lashimiz kerak. Pulni hisob raqamlariga o'tkaz. Yaxshi. Ikkinchi kvartalda yaxshigina daromad ko'ribmiz. tomoshabinlarga ham filmning ikkinchi qismi ko'proq yoqadi. Jim bo'l. Filmlarga qiziqmayman. Meni ko'proq foyda qiziqtiradi. Keyingi gal foyda 20% ni tashkil etish kerak, tushundingmi? Ha, janob. Janob, Hali ham shu yerdamisan? Pulni berdim, to'lovni vaqtida amalga oshir. janob, menga ozgina pul kerak edi. Iloji bo'lsa, maoshimdan 25 ming avans bersangiz. Idora joylashgan maydon hajmini bilasanmi? Binoda nechta kompyuter, nechta konditsioner ishlashinichi? Idoraga ketadigan xarajatni sen qayerdan ham bilarding? 25 ming kerakmish. 25 ming rupiya qancha bo'lishini bilasanmi? Bu to'liq bir oylik ish haqing. Maoshingni oldindan berishim kerakmi? Agar xodimlarimga pul tarqatib bersam, bir kun kelib bankdan kredit olishimga to'g'ri keladi. Janob, menga 25 ming berganingiz bilan kompaniya ziyon ko'rmaydi-ku. Hozirgina ikkinchi kvartaldagi daromaddan xursand bo'layotgandingiz. Foyda ko'rgan bo'lsam, uni xodimlarga tarqatishim kerakmi? Ibodatxonalarga xayr-ehson qilaymi? Janob, iltimos. Vaqt pul turadi. Vaqtni olma. Bor ishingni qil. Ha, pulni ehtiyot qilgin, ha? Xo'p, janob. Bu so'nggi umidim edi. 25 mingni qayerdan olaman? Kechirasan, pul topolmadim. Sharman akam ham pul topolmabdi. Advokat ertalabdan 3 marta qo'ng'iroq qildi. Agar bugun pul to'lanmasa, eshitaman amaki. Men sudga ketyapman. Sen ham tezroq yetib kel. Tushlikkacha pulni to'lash kerak. Pulsiz sudga qanday boraman?
Avval pulimizni qaytarib olaylik, keyin bir gap bo'lar. Birinchi bo'lib Parix koshonasini sotib olaman. Oilam uchun shunday qilishga majburman. Pulni o'g'irlamayapman. Sudda yutib chiqishimiz bilan pullarni qaytaraman. Ishoning xonim, Men shunchaki haligi hamma tushlikka chiqdi. Siz bormaysizmi? tushlik. Ha, tushlik vaqti bo'ldi. Yuring. Chirak. Tur. Uyg'on, Chirak. Chirak. Tur. Chirak. Tur. Nima bo'ldi? Nega erta tongda uyg'otyapsiz? Erta tong. Chirak, uyg'on. Kun yarim bo'ldi. Soatga qara. Quloq sol. Milliarderning oilasida tug'ilmagansan. Sen uxlasang-ku pullaring ko'payaversa. Ziyofatda nimalar bo'lganini gapirib ber. Arvi bilan uchrashdingmi? Arvi? Ha, Arvi. U bilan biznes haqida gaplash uchun borgandik. Menga qara. U bilan hamkorlik qilish biz uchun juda muhim. Gapir Chirak, nima bo'ldi? U bilan uchrashdingmi yo'qmi? Ha, dada, balki uchrashgandirman. Yo'q, ko'rdim xolos. Lekin yuzini eslolmayapman. Hech nima esimda yo'q, dada. Boshim qattiq og'riyapti. Dada, iltimos. Boshing og'riydi-da, chunki ish haqida unutib, o'zingni ichkilikka urgansan. Shunchalik ham ko'p ichasanmi? Yuzini eslolmasanga? Dada. Chirak. Moddiy inqirozdan chiqib olishimiz shart. Kuchga vaqtimiz yo'q. Har bir daqiqa g'animat. Chirak, o'rningdan tur. Hoziroq Arvini topib, u bilan ish haqida gaplash. Xo'p, dada, shu bugunoq uchrashuv tayinlayman, va'da beraman. Chirak. Dada, yana 10 daqiqa uxlab olay, iltimos. Tur. Seni pastda kutaman, xo'pmi? Xo'p. Ishani. Ishani, kelganing yaxshi bo'ldi. Hozir tushlik boshlanadi. Pulni olib keldingmi? Tezroq bera qol. Sudga to'lab kelaman. Nima bo'ldi, qizim? Amaki, sudda yutib chiqamiz. Pullarimizni qaytarib olamizmi? Sud ish haqida oldindan bir nima deyish qiyin, lekin g'alabaga ishonaman. Ertangi sud qarori ijobiy bo'ladi. Pulni tezroq ber. Kech qolamiz. Yaxshi qizim. Ertangi sud majlisining vaqti aniq bo'lishi bilan senga qo'ng'iroq qilaman, xo'pmi? Omon bo'l. Tangrim, ertaga sudda yutib chiqishimizga yordam ber. Demak, sud kunini belgilashibdi-da. Ha, janob, sud ertaga bo'ladi. Yaxshi. Sudni kuzatib bor. U haqida barcha ma'lumotlarga ega bo'lishim shart. Qanday natija bo'lsa ham. Xo'p, janob. Menga qara. Aytgan ishim ham bajarilishi kerak. Xo'p, janob, bajariladi. Esingdan chiqmasin, o'ta ehtiyotkor bo'lish lozim. Ranvir, Yo'q degan javobni eshitmay. Qanday bo'lmasin.
Topshiriq bajarilishi shart. Ha, janob. Umuman olganda, chakki emassiz. Aytmoqchimanki, biznes borasida usta sifaring ekansiz. Dadamning aytishicha, aksiya bozorida birinchi o'rinda turar ekansiz. Sotib olgan barcha aksiyalaringiz faqat daromad keltirar ekan. Sizga aytsam, zehningiz juda o'tkir ekan. Yosh bo'la turib, shuncha davlat orttirish, mashhurlikka erishish, har kuni yangi odamlar bilan tanishish ajoyib. Bo'sh vaqtingizda nimalar bilan shug'ullanasiz? Qiziqishlaringiz bormi? Masalan, men sayohatga qiziqaman. O'zingiz ham yaxshi bilsangiz kerak. Do'kon aylanish har bir qizning joni dili. O'tgan yili Parijga borgandim. Moda haftaligida men Dadangiz aytgan bo'lsa kerak, barcha daromadimni kambag'allarga tarqatmoqchiman. Ha, aytgandi shekilli. Lekin o'zingiz uchun ham nimadir olib qolsangiz kerak, masalan, uy degandek. Yo'q, hech nimani olib qolmayman. Hammasini ehson qilaman. Hammasi, ya'ni hammasi. Xizmatkor bo'lganman. Pul ishlab topish majburiyatim edi, qiziqishim emas. 15 daqiqa o'tdi. Ketishim kerak. Tanishganimdan xursandman. Bilaman dada. Bizdan yiroqdasiz. Lekin o'zingiz doim ota-onalar farzandlari yoniga kela olishmasa, Parvardigor ularni boshqa qiyofada yuboradi derdingiz. Hozir sizga muhtojman dada. Agar siz kela olmasangiz, menga yordam bera oladigan boshqa bir najot farishtasini yuboring. Uyimizni qaytarishda menga ko'mak bersin. Juda qo'rqyapman. Sud qachon boshlanadi? Tashvishlanma qizim. Bugun yaxshi tayyorlanib kelganmiz. Xudo xohlasa, ish bizni foydamizga hal bo'ladi. Ishonchingni yo'qotma qizim. Yur. Sudya shu yerda, janob. Lekin Parik qoidasi bo'yicha sud majlisi hali boshlanmadi. Nima bo'ldi, amaki? Sud majlisi bugun o'tkazilishi kerak edi-ku. Endi nima qilamiz, amaki? Men nima qilaman? Ishani, qizim, iltimos, o'zingni bos. O'zim ham tushunmadim. Hammasini aniqlayman. Amaki, sudya ishni vaqtincha to'xtatibdi. Endi nima qilaman? Bugun qaror chiqariladi deb o'ylagandim, lekin qisqa vaqt ichida pulni qanday qaytaraman? Ko'p gapirishdan foyda yo'q, qizim. Bizga qarshi dalillarni kim sudga keltirganini aniqlashimiz kerak. Sudya shu sababli ishni to'xtatgan. Sud ishida yangi dalillar paydo bo'lgan.
Sud 15 kunga kechiktirilgan. Nima qilish kerakligini o'zing yaxshi bilasan. Ha, janob. Sud 15 kundan keyin bo'ladimi? Ha, qizim, hali vaqtimiz bor. Ilojsiz qoldim, amaki. 10 kun ichida 25 ming rupiya topishim kerak. Ularni qaytarmasam bo'lmaydi. Iltimos, biror ilojini toping. Sud majlisini 10 kundan oldinroqqa surishga urinib ko'ring. Iltimos. Buni sira iloji yo'q, qizim. Iloji yo'q. Aytchi, hozir senga 25 mingni topish muhimroqmi yoki sudda yutib chiqishmi? Gapir. देखो बेटा Quloq sol, qizim. तुम घबराओ Tashvishlanma. Bir tomondan sud majlisining qoldirilgani yaxshi bo'ldi. Aslida bu sudya otangga qarshi chiqayotgandi. Uni deb bu ishni qo'ldan boy berishimiz ham mumkin edi. 10 kundan keyin bu sudya pensiyaga chiqib ketadi. O'rniga yangi sudya keladi. Demak, navbatdagi sud majlisini yangi sudya olib boradi. Balki u qarorni bizni foydamizga qabul qilar. Hammasi yaxshi bo'ladi. Tushkunlikka tushma. O'zingni ehtiyot qil. Yangi sudya 10 kundan keyin keladi. Lekin bunga qadar idoradan olgan 25 mingimni joyiga qo'yishim kerak. Boshlig'im bilsa nima qilaman? Undan oldin boshqa birov bilib qolsa-chi? Meni ishdan bo'shatib yuborishsa-chi? अरे क्या हुआ Nima bo'ldi? तुम सब Nega xomishsiz? Sud ishini boy bermadik. 15 kunga kechiktirildi xolos. Hechqisi yo'q ishani. Shuncha kutdik, yana ozgina kutsak nima bo'libdi? Ha, o'zing sudya ham o'zgaryapti deding-ku. Sudya o'zgarsa, sudni yutib chiqishga imkoniyat ortadi. Tashvishlanma ishani, biz albatta g'alaba qozonamiz. Qizim, hammamiz g'alabaga ishonamiz. Nega buncha siqilyapsan? थैंक यू Rahmat, Ishani. Bugun advokat bilan gaplashgandim. Seni sharofating bilan sud majlisi bugunga belgilanibdi. थैंक यू Katta rahmat. Kecha kech kelganim uchun so'rashga imkonim bo'lmadi. Bir kunda 25 mingni qayerdan topding? Advokat aytdi, bugun sudga 25 ming to'labsan. जरूर Boshlig'ingni axiri ko'ndiribsan-da, shundaymi? अगर मैं तुम्हारी Senga yordam bera olganimda, Mijg'ov boshlig'ingga yalinib o'tirmasding. Meni kechir, singiljon. Nega uzr so'rayapsan? Boshlig'idan pul olgan bo'lsa, maoshidan olib qoladi. Pulni boshlig'imdan olmadim. Boshlig'ing bermadimi? Unda kim berdi? Sendan so'rayapman. Shuncha pulni qayerdan olding? 25 ming a? Bir oylik ish haqini bir kunda olsa-ya, Nega indamayapsan qizim? 25 mingni qayerdan olding? Ishani javob ber. Pulni qayerdan olding? Ey xudo, sukut saqlashi menga yoqmayapti. Meni sharmanim bir oy ter to'kib ishlab shuncha pul olib keladi. Sen esa bir kechada shuncha pul oldingmi? Nima ish qilding o'zi? Shunda ham odamlarni ta'nasini eshitaverib bezor bo'lganmiz. Agar bu muammo ovozi bo'lsa, ertaga uydan ham chiqa olmaymiz. Biror kor hol bo'lsa, odamlar ustimizdan kulishadi.
Bilasana qizim. Ey, Shani, zamon yomonligini bilasana. Qizlar qay yo'l bilan pul ishlashlarini bilsang kerak. Ona, nima o'ylasangiz shuni gapiraverasizmi? Nima? U o'ylaganini qiladi-yu, men gapira olmaymanmi? Unga gapirishga ham, savol so'rashga ham haqqim bor. Chunki Harsha Pari xonadonini izzati u bilan bog'liq. Agar biror sharmandalik qilib qo'ysa, jazosini biz tortamiz. Lekin yotig'i bilan ham so'rash mumkin. Senga yoqmadimi? Unda o'zing so'rab ko'r. Meni o'rtaga qo'yib qasam ich, Ishani. Rostini ayt. Pulni qayerdan olding? Ishani, pulni qayerdan olding? Idoradan. Hozirgina boshlig'im pul bermadi deganding, endi esa idoradan oldim deyapsanmi? Ey Xudoyim, qaysi gaping rost, qaysi biri yolg'on? Boshlig'im idora xarajatlari uchun 50 ming bergandi. O'sha puldan 25 mingni oldim. Oyi, sudda yutib chiqsak, pullarimizni qaytarib olamiz. Keyin olgan pulimni joyiga qo'yaman deb o'ylagandim. Boshlig'imga haqiqatni aytaman. Menga ishoning, oyi. Endi haqiqatni aytishdan nima naf? Unga aytmasdan pulni olganing bu o'g'rilik emasmi? Ko'nglim sezgandi-ya. Bu qiz biror nojo'ya ishga qo'l urganini sezgandim. Agar u ayb ish qilgan bo'lsa, uni jazolang. Uni uydan haydang. Balki shunda xatosini tushunar. Oyi, Balki o'zgalar uni aybini emas, ilojsiz qolganini ko'rishar. Ishonchi nima qilgan bo'lsa, biz uchun qilgan. O'ziga hech narsa kerakmasdi. Bizni uyimizni qaytarmoqchi edi xolos. Shuning uchun bu ishni qilgan. Sizlar esa Kelinoyi, tushunaman. Sud biz uchun muhim, lekin nima qilishim kerak edi, aka? Shuncha yildan beri kutayotgan imkoniyatni qo'ldan chiqarishim kerakmidi? Agar pulimiz bo'lmaganida uyimiz uchun kurasha olmasdik. Kurashmasak g'alabaga qanday erishamiz? Xato qildimmi yoki to'g'rimi? Buni bilmayman. Ammo yagona tilagim hammangizni birga ko'rish. O'z uyimizda, oldingi uyimizda. yig'lama Ishani. Ilojsizligini tushunmaganlar ko'z yoshing qadriga yetisharmidi? O'sha uy uchun joningni bersang ham ular qadringga yetishmaydi. Buni qaranglar, a? Tavba. O'g'irlikni qilgan uyu, jinoyatchi biz. Obro'li odamlarmiz. Och qolsak qolamiz, lekin o'g'irlik qilmaymiz. Bu qonimizda yo'q. Tinchlan. Xavotir olma. Ishingga bor. Biror ilojini topaman. Bu muammoni endi birgalikda hal qilamiz. Bora qol. Ishani biz uchun o'zini qurbon qilyapti. Bizchi? Ishaniga yordam berishimiz kerak.
bu haqida barcha ma'lumotlarni bilaman. Mayda ber. Yaxshi, lekin muammo chiqsa-chi? Pratik. Har bir odamning zaif tomoni bo'ladi. Biz shundan foydalanamiz. Masalan, seni zaifliging ochofatligingda. Ha, Eshaningning boshlig'ining zaifligi esa uni noshud o'g'lida. O'g'li uning uchun noshud, biz uchun esa foydali. Boshladik. Eshitaman. Alo, bu janob Kingaraniymi? Ha, o'zingiz kimsiz? Eshitishimcha o'g'lingizni Ferangaram kollejining biznes boshqaruvi bo'limiga kirgizmoqchi ekansiz. Ha, har bir kollejda bo'lgani kabi bizda ham vasiylik kengashi ajratgan kvota bor. O'g'lingizga shu kvota asosida bitta joy ajratishimiz mumkin, lekin buning uchun 50 ming rupiya to'lashingiz kerak bo'ladi. O'g'limni oddiy bo'limga ham olishlari mumkin. Janob Kingarani, o'g'lingizning hujjatlari stolim ustida yotibdi. Imtihonda to'plagan bali bo'yicha uni menejment kursi yo'da tursin, kompyuter kursiga ham olishmaydi. Sizga qo'ng'iroq qilib adashibman chog'i. O'g'lingiz o'z vaqtini, siz esa meni vaqtimni oldingiz. Xayr, janob Kingarani. Yo'q, shoshmang, o'g'limni qabul qilavering. So'ragan pulingizni to'lashga tayyorman. Yaxshi, kechqurun qo'ng'iroq qilib, pulni qachon, qayerga keltirishingizni aytaman. 50 mingni tayyorlab qo'ying. Badal puli so'rayaptimi yo porami? 50 ming rupiyani bunaqa shoshilinchda qayerdan topaman? Ishaniga pul bergandim-ku.